Jodugarsan Rustam ham shuncha pul topdingmi magazindan? Ha, Kompot, men rosayam ko'p pul topdim. Tushunarli, menga ideya keldi. Ko'rishamiz, jodugar. Mayli. Hammaga assalomu alaykum, sizlar bilan men Kompot. Mening videomga xush kelibsizlar. Men o'ylab qoldim obunachilar, men magazin ochmoqchiman. Biz sizlar bilan narsalar sotamiz bugungi videoda. Hozir biz fakil magazin ochamizmi yo'q bo'lmaydi, yoki magazin kompyuter xonasini ochamizmi yo'q bo'lmaydi. Biz urug' magazin ochamizmi yo'q, hech kim olmaydi. Nima kerak u? O'yla Kompot. Ideya keldi. Hozir aytaman, men u magazinda o'zimni yaxshi ko'rgan narsalarimni sotsam-chi. Bilmadim, faqat narsalarim emas, yaxshi ko'rgan narsalarim, sandig'imdagi narsalar. Hozir meni yashirgan narsalarim bor, hozir sizlarga ko'rsataman. Bu yerda sandiqda olmos, meni yaxshi ko'radigan narsalarim, bularni endi sotamiz. Ko'p pul topamiz, aniq. Hozir bularni olamiz. Men endi magazinni ochamiz. Nimaga ochmasligim kerak? Endi bizda ham Kompot magazini bo'ladi. Amalga hisob qo'yaylik. Hozir men skladga borib narsa magazin uchun buyumlar olib kelaman, quramiz, magazin quramiz. Hozir mana hisob qo'yamiz. Endi skladga ketdik. Mana narsalar oldim. Endi magazinni uyimni oldidan quraman. Hozir bu yerga quraman. Mana blok, taxtali blok. Qo'yib chiqamiz. Hozir men videoni 2x qilib qo'yaman. Yapsan? Ishon, bu meni magazinim. Kompot, biz do'stlarimiz bilan kelsak bo'ladimi? Ha, kelinglar. Hozir tishadan keyin kelasizlar. Men birinchi mijozing bo'laman. Davay qishlog'i, men seni do'stlaring bilan kutaman. Men magazinni davom ettiraman. Do'stlar, men o'ynaklarni qilmayman, chunki menga yoqmaydi. Hozir mana shu o'ynaklar qilsam chiroyli bo'ladi do'konimiz. Hozir bularni qo'yib chiqamiz. O'ynaksiz menga yoqadi. Svetlarni ham unutamiz. Mana tayyor. Endi biz patologni qilishimiz kerak. Patolog meni uyim kuznitsamga o'xshaganidan qilamiz. Hozir qo'yyapmiz. Bu tosh blokdan yasaladigan narsa. Sizlar ham do'kon qurib menga rasmini yuboring, men o'zim boraman. Mana men qo'yib chiqamiz. Men skladdan narsamni olishni unutibman. Anita qolib ketibdi. Mayli, hozir bularni qilgandan keyin olib kelaman. Hozir endi biz o'ynaklarni qo'yib chiqamiz. Ko'k, qizil. Endi sal chiroyli bo'lishi uchun bunaqa narsalarni ham solib qo'yamiz. Qizil, ko'k, qizil, ko'k. Shuna qilib qo'yib chiqamiz. Mana eshikni hozir qo'yamiz. Endi vacha chotki bo'ldi. Endi uyni ichini bezatamiz. Bu yerga kassa qo'yib qo'yamiz narsalarimizni sotishga. Bu yerga eshikchani qo'yib qo'yamiz, chunki mendan kichik. Bu yer qorong'i. Hozir men buni to'g'rilayman. Hozir skladdan narsalarni olib kelaman. Mana olib keldim. Mana endi narsalarni olib keldim. Men sandiqlar oldim. Qizil, sarig'idan, ko'kidan oldim. Mana bu yer katta joy. Endi hozir o'ynalarni qo'yib chiqamiz. Bu yerdan katta teshik o'rnatamiz. Endi bu yerdan ham katta teshik o'rnatamiz. Teshik qilamiz. Hozir bu yerga qizildan. Eng zo'ri mana shunisi chiqdi. Endi bu yerga ko'kdan. Mana endi zo'r chiqdi. Endi ichidan narsalarni bu yerga soatchani qo'yib qo'yamiz. Bu yerga kassa, pul soladigan qo'yib chiqamiz. Men bu yerga bankomatni qo'yib qo'yaman, chunki hamma magazinda bankomat bo'lishi kerak. Bu yerga qo'ymayman, chunki bu yerda qulay bo'lmadi. Tashqariga qo'yib qo'yaman. Bu yerga qo'ysam, mana mijozlarga bunaqa savatdan qo'yib qo'yamiz, chunki ularga qulay bo'lishi uchun, narsalarni olib ketishi uchun. Mana endi bankomatni bu yerga qo'yib qo'yamiz.
Zo'r chiqdi. Mana bu zo'r chiqdi. Endi bu yerga polkalarni qo'yib chiqamiz. Yaxshi, bu yerga narsalarni solamizda. Do'konimiz yorug' bo'lishi uchun fakel qo'yib qo'yamiz. Bunaqadan ham zo'r chiqadi deb o'ylamagandim. Hozir endi men tovarlarni olib kelaman. Mana eng zo'r narsalar. Bularni hammasini sotamiz, sotilib ketadi hammasi. Hozir endi magazinimizga boramiz. Очередni qaranglar. Kompot, men do'stlarim bilan keldim, kiramizmi? Qishloqlar menga hozir 5 minut vaqt beringlar. Mana hali biz yopig'miz, magazinimiz yopiq. Men narsalarni qo'yib chiqishim kerak hozir. Hamma odamlar kelib bo'pti. Bu yerga dinamitlarni qo'yib chiqamiz. Lucky block, qanaqadir shapka, garanskiy, короче, buni bari sotamiz-ku. Kompyuter, shoshilish kerak. Bu kiyimga qaranglar. Chaq deyapaman senga. Ochkilarni qo'yib. Do'stlar, endi eshiklarni ochamiz hozir. Kelinglar qishloqlar, men ochildim. Kelinglar deyapaman sizlarga. Kompot, men seni birinchi mijozingman, to'shnimi oldingdagi. Menga narsalaring juda yoqdi. Bu toshni narxi 5 ta izmrud. Yo'q, men tosh olmayman. Menga yonidagi narsa. Mayli, hozir olib beraman narsangni. Bu ikkita narsani nima qilarsan? Qaysi? Kompot, menga ikkalasi ham yoqdi. Mayli qishloqqa, men senga hozir ikkalasini hisoblab beraman. Sendan 10 izmrud bo'lar ekan. Mana. Rahmat, meni ko'ryapman, olishing mumkin. Rahmat Kompot senga. Qani boshqasi? Salom Kompot, senda teleport qiladigan narsa bormi? Teleport. Menda unaqa narsa bor. Hozir senga olib beraman. Bu mana shu. Bu yerga o'tasan va bu yerga o'tasan. Qarab tur, hozir zo'r narsa ko'rsataman. Bu yerdan chiqasan, mana chiqasan. Zo'rmi? Menga yoqdi. Narxi qancha buni? Qancha deb so'raysanmi? Hozir men senga aytaman. Bu yerdan o'zimni ko'ryapman. Ana mana. Sendan 7 ta izmrud. Rahmat senga qishloqni sotib olganing uchun. Qani boshqasi kelsin. Salom Kompot, menga dinamit kerak. Qanaqa bo'lsa ham. Qishloqqa menda shunaqasidan bor. Men bu yerga portal ochib qo'ygandim. Maydan chiqaman endi, zo'rmi? Menda 2 ta dinamit bor. Mana bunisi. Qaysini tanlaysan? Qishloqqa. Hammasi qancha bo'ladi? Hozir aytaman, kutmaganmidinglar? Men portaldan keldim, lekin menga yo'qdi shu portal. Mayli, hozir senga ikkitasini hisoblab beraman. Sendan 2 ta dinamit, 6 ta izmrud. Mana senga Kompot. Rahmat qishloqqa, qani keyingisi kelsin. Salom Kompot, menga almasli narsalar kerak. Almasli dabon, almasli kirga, almasli olma, almasli sanduq. Shunga almasli narsalar kerak. Qishloqqa qaytarib gapingni, meni esimdan chiqib qoldi. Obunachilar, bu nima deganini eslay olasizlarmi? Men eslamayapman. Qishloqqa, sen kech kelding. Men senga narsa olib qo'ymadim, chunki sen eng oxirgi bo'lib kelding. Men hamma narsalarni sotib oldim. Mayli, keyingi safar kelarsan. Ketdi orda. Mayli. Do'stlar, men hamma narsamni sotdim. Hattoki toshni ham sotib oldim. Pulimni qaranglar. Ko'rdinglarmi? Yalnız to'g'ri gapirgan ekan. Bu mendagi narsalarni sotdim. Menda kartosh tosh sotdim. Sanduqlarni ham sotib oldim. Xo'sh, bugungi kunim yaxshi o'tdi. Men shunaqangi charchadim. Do'stlar, endi shu joyda videoni to'xtatamiz. Lekin bu yerda portal menga yo'q bo'ldi. Bu yerdan kirasan, bu yerdan kirasan. Bu yerdan kirasan. Endi men charchadim. Hammaga xayr. Bugungi videoda sizlar bilan men magazinni ochdim.